Bugun sizlarga arablarning eng sevimli 4 ta joyini aytaman. Birinchisi albatta Karak joyi. E'tibor bergan bo'lsangiz, profilimda bu haqida to'liq ma'lumot va uning qanday tayyorlanishi haqida video joylaganman. Karak joyi bu oddiy choy emas, bu kayfiyat, sut, choy va ziravorlar. Uni ichganingiz sari ichgingiz keladi. Tezda joningizga urib qolmaydi. Ikkinchisi lemon nana choy. Issiq havoda jon saqlovchi, tetiklashtiruvchi, ayniqsa yozda arablar juda ko'p ichishadi. O'zim ham ko'chaga chiqqanimda agar kofe ichmasam, albatta ushbu choyni ichib sayr qilaman. Uchinchisi esa karkade sharbati, qizil rangli ichimlik. Gibiskus gulidan tayyorlanadi. Sovuq holatda ichilsa, juda foydali va mazali bo'ladi. Aynan shu gulni Saudiyada juda ko'p uchratgan bo'lishingiz mumkin. Ko'rib yurgan hamma gibiskus gulidan ham bu ichimlik tayyorlanavermaydi. Bu uchun albatta maxsus yetishtiriladi. 4-chi eng asosiy ichimlik bu arab qahvasi. Mehmondorchilik ramzi hisoblanadi. Agar sizga qahva tutishsa, demak sizni hurmat qilishyapti. Eng qizig'i, bu ichimliklar nafaqat mazali, balki bu arab madaniyatining bir qismi hisoblanadi. Qaysi birini ichib ko'rgansiz? Kommentlarda yozib qoldiring. Yana shunaqa videolar uchun albatta follow bosishni unutmang. Ma'asalama.